ketdi, 3 kundan oshib ketdi. Sharmandam chiqadi-ku. Asabiylashma. Jimib turing, to'xtab turinglar, qachon olib kelasizlar? Eshityapsizmi? Yo, eshityapsizmi? Suvchilar keldi-ku, kuyovlar keldi. Bo'ldi qil sharmanda. Odamlar eshityapti. Nima qildi? Apa Xitoydan narsa zakaz qildim, kiyim allab ketdi, ko'ryapsiz-ku. Kamila, qanaqa zamonda yashayapsiz? Navo kargo bor, hozir o'zlari o'rgatadi. 3 kundan 7 kungacha zakozingiz shundoq keladi. O'zi qaysi saytlarda o'rgatdi ekan? Ha. WeChat, Piazon, Taobao, Pindao 1688 saytlaridan Navo Kargo bu saytlardan narsa zakaz qilishi mutlaqo tekinga o'rgatadi. O'zbekiston bo'ylab 300 dan ortiq yetkazib berish punktlari ham bor. Tovarlarni lipoy ehtiyojiga mos holatda zakaz qilishingiz mumkin. Oshxona buyumlari deysizmi, kiyim-kechak deysizmi va hokazo tovarlarni sizga shundoq yetkazib berishadi. Apajon Instagram kanali bor, tez ayting, yozib olishim kerak, ulgurishim kerak. Navo Kargo. O'rganib oldingizmi? Ha, sizlar menda aldanib qolmaslik uchun Navo Kargoga obuna bo'lishlaringiz mumkin.